Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, hurmatli hamkasblar. Bugun Zelenomosda kuygan yorda Azam hoji akamiz Teplitsalarga kelganmiz. Bu yerga Fantinamiz ekilgan. Xo'p, bugun 4-aprel 2026-yil. Уже 8-terim. Past qavatlar уже terilmagan, bu yerda qolib ketibgan. Xo'p, bu yerda mana solishlari. Palalar o'ta baquvvat. Videoga olib ketyapmiz. Aka, kasalga chidamligi qanaqa aka? Kasallik chidamligi o'ta qattiqlik hisobiga mustahkam. Yine ancha kasal tushsa o'z-o'zi hazm qiladi. Yengadi. Immuniteti baland narsa-ku bu. Pantino chiqqandan beri boshqa sortga o'tganimiz yo'q. Boshqa sortga atrofdagi ekib ko'rdingmiz. Ma'qul kelsa ekamiz, lekin unga o'tganimiz yo'q. Faqat shu Pantino endi shunchalik bo'ladi endi bo'lsa. Ha, zo'robdi aka, maşallah, barakasini bersin. Yildagina chiroyli bo'lyapti. Necha yildan beri ekiladi aka Pantino? Pantinoni 8 yildan beri ekaman. 8 yildan beri ekilyapti. Hali boshqa sortga o'tgan. Basi chiroyli bo'libdi, maşallah, ko'z tegmasin. Dehqonchiliklarga Alloh baraka bersin. Mana Fantinamizni уже terim boshlandi. Xo'p, qattiqligi yaxshi. Ancha qattiq. Ko'pchilik Fantinani yumshat deydi-yu, lekin mazasi ham shirin, qattiqligi ham zo'r. Razmerlari ham rosa o'rtacha, uchida guli bilan ham turibdi. Mana qattiqligi ancha qattiq. Xo'p, holatlari mana shunaqa. Ko'ringlar, akalar, rosa chiroyli bo'lgan. Xudo xolasa tavsiya etamiz. Fantina gibridimizni bemalol ekib, sinovdan o'tgan. O'zi eng ko'p sotiladiganimiz ham o'zi urug'lar ichida Fantinamiz. Va liderligicha qolyapti. Tavsiya etamiz.